O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi kubogi uchun Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining Buxoro viloyati bosqichi o'tkazildi. Harbiy sport o'yinlarida viloyat, tuman va shaharlardagi umumta'lim maktablari va kasb-hunar ta'limi muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilar va talabalardan tashkil topgan 9 ta jamoa ishtirok etdi. 17 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan 90 nafar yoshlar 3 blokdan iborat sinovlardan o'tkazildi. Harbiy vatanparvarlik blokida jamoa a'zolarining O'zbekiston tarixiga doir bilimlari tekshirildi. Shuningdek, saf qo'shig'i va biz bir jamoamiz ko'rik-tanlovlari o'tkazildi. Harbiy amaliy ko'p kurash blokida jamoalar pnevmatik quroldan o'q otish, o'quv granatasini uzoqlikka uloqtirish va harbiylashtirilgan estafeta bo'yicha bellashdilar. Harbiylashtirilgan estafeta doirasida yoshlar AK-74 avtomatini qismlarga ajratish va yig'ish hamda gazga qarshi niqobni kiyib, belgilangan masofaga yugurish shartlarini bajardilar. Sport blokida ular duatlon, 100 metr masofaga yugurish va turnikka tortilish bo'yicha kuch sinashdilar. Do'stona va murosasiz kechgan bahslarda Qorako'l tumani yoshlaridan iborat Burgutlar jamoasining qo'li baland kelib, birinchi o'rinni egalladi. Ushbu jamoa endi iyun oyida o'tkaziladigan o'yinlarning final bosqichida Buxoro viloyati sha'nini himoya qiladi. Ikkinchi o'rin G'ijduvon, uchinchi o'rin esa Romitan tumanlarining jamoalariga nasib etdi. Birinchi bosqich aprel oyida biz tumanlarga o'tkazdik. Ikkinchi bosqich may oyida ana hududiy kengashlar tomonidan viloyat bosqichi bizlar bu harbiy sport o'yinlarini o'tkazmoqda. Nasib etsa, iyun oyida Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengash raisining kubogi uchun ana bu respublika bosqichi o'tkazilmoqda. Bu Shunqorlar sport o'yinlarida harbiy nizom asosida, talablari asosida olib borilmoqda. Bu harbiy vatanparvarlik blogi, harbiy amaliy ko'p kurash blogi hamda sport blogi o'tkazilmoqda. Nasib etsa, bizni g'olib bo'lgan jamoamiz iyun oyida respublika bosqichida qatnashib, men o'ylaymanki, yaxshi faxriy o'rinni olishga bizlar muyassardir. Har yili vatanparvarlik oliy maqsadimiz shiori ostida o'tkazilib kelinayotgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarini o'tkazishdan asosiy maqsad yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, chaqiriqqa qadar yoshlarni qurolli kuchlar safida xizmat qilishga qiziqishini oshirib borish hamda ularni ruhan va jismonan chiniqtirishdan iborat.